Instagramda bir otani gaplariga ko'zim tushib qoldi. Uni aytishi bo'yicha bolalarimizga bolaligidanoq butun dunyoni ko'rsatishimiz kerak ekan. Ularni dunyo qarashi o'sar ekan. Bu gaplarni eshitib to'g'risi vijdonim qiynalib ketdi va biz ham adasi bilan farzandlarimizga butun dunyoni ko'rsatishga qaror qildik. Bolajonlarim, Xalid, Maryam, Saddam, esinglardami sizlarga dengizni ko'rsataman deb va'da berganim? Ko'ryapsizlarmi? Ko'ringlar! Dengiz! Asalarim, bularni ko'ryapsizlarmi? Pizza. Maryam, sen yaxshi ko'rgan klubnichniy limonad. Juda ham mazali. Ko'ryapsizlarmi bolalarim? Men Dubaydagi eng zo'r otellardan biri Centara Mirage Resortdaman. Ketib qolgan joylarni ham ko'ramiz. Yuringlar. O'g'lim, senga fil yoqardi-ya. Men buni qara, chiroyliligini rasmga tushib qo'yaman o'rningga. Bolalarim, ko'ryapsizlarmi? Sizlar uchun eng zo'r xonani olamiz. Dengizga qaragan tomonni. Maryam qizim, sen ko'p bolalar bilan o'ynashni yaxshi ko'rarding-ku. Qara, basseyn to'la bolalar, mazza qilishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryaptimi? Ana ko'r. Saddam, erkatoyim, ko'ryapsanmi? Sendagi bolalar uchun ham kichkinagina zo'r basseyn bor ekan. Qara asalim, ko'r. Bolalarim, sizlarga akvaparklar yoqadi-yu, go'rkalarda uchish yoqardi-ku. Qaranglar. Zo'ra, hozir to'xtab turinglar, hozir o'rninglarga. Xalid, Maryam, Saddam, ko'ryaptimi? Qaranglar qanaqa mazza. Hayır, ko'ringlar. Ko'ringlar, esinglardan chiqib qolmasin. Qizim, ko'ryapsanmi? Va'da. Men senga hamma narsani ko'rsataman degandim. Ko'ryapsanmi qizim? Mana bu joylarini qara. Yaxshilab ko'r. Piyoda ko'r qizim. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Faqat Sirdaryoda. Bolalarim, ko'ryapsizlarmi? Basseynni zo'rligini ko'rib qolinglar. Hayot bir marta beriladi. I wanna take you somewhere, so you know I care.